Mamlakatimizda so'z erkinligi berilishi tufayli afsuski oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda davlat rahbari va hukumat faoliyatini tanqid qiladigan asossiz uydirmalar to'qib, ularga siyosiy tus beradigan g'alamislar ham uchrab turibdi. Mamlakatimizda inson huquq va erkinliklarini ta'minlash masalasi xalqimiz uchun farovon va munosib turmush sharoitini yaratib berishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarning bosh mezonidir. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, inson qadri uchun degan tamoyil barcha islohotlarning asosini tashkil etmoqda. Yangi islohotlar sharoitida davlatimiz barcha hududlari qatorida Qoraqalpog'iston diyorini ham ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Umuman Qoraqalpog'istonda birgina ijtimoiy sohada ayollar daftari doirasida qariyb 8,7 ming oilaga 8,1 milliard so'mlik davlat ko'magi ko'rsatildi. Xususan, boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlardan 7427 nafarga 8,9 milliard Mamlakatimizda so'z erkinligi berilishi tufayli afsuski oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda davlat rahbari va hukumat faoliyatini tanqid qiladigan asossiz uydirmalar to'qib, ularga siyosiy tus beradigan g'alamislar ham uchrab turibdi. O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish va ularga rioya qilishni ta'minlash masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda inson huquq va erkinliklarini ta'minlash masalasi xalqimiz uchun farovon va munosib turmush sharoitini yaratib berishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarning bosh mezonidir. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, inson qadri uchun degan tamoyil barcha islohotlarning asosini tashkil etmoqda. Inson, jamiyat, davlat degan yangi tizim asosida O'zbekiston oldinga qarab intilmoqda. Yangi islohotlar sharoitida davlatimiz barcha hududlari qatorida Qoraqalpog'iston diyorini ham ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Mamlakatimizda barcha millat vakillari birdek munosabat shakllantirilib, har bir insonni hurmat qilish konstitutsiya darajasida belgilab qo'yilgan. Ko'rish mumkinki, davlat rahbari tashabbusi ostida olib borilayotgan islohotlarimizning asosiy maqsadlaridan biri bu yurtimizda turli millat va elatlar vakillari o'rtasida do'stona muhitni shakllantirish orqali tinch va osoyishta hayotni ta'minlashdir. 2024-yil 9-fevral kuni qabul qilingan Qoraqalpog'iston Respublikasini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 66-sonli prezident qarorining asosiy g'oyasi ham aynan Qoraqalpoq jamiyati taraqqiyotini ta'minlashga qaratilgan. Umuman Qoraqalpog'istonda birgina ijtimoiy sohada ayollar daftari doirasida qariyb 8,7 ming oilaga 8,1 milliard so'mlik davlat ko'magi ko'rsatildi. Xususan, boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlardan 7427 nafarga 8,9 milliard, ijtimoiy yordamga muhtoj birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan 9756 nafariga 11,7 milliard, qaramog'ida nogiron farzandi bo'lgan xotin-qizlarning 3069 nafariga 3,9 milliard so'm moddiy yordam berilgan. Og'ir turmush sharoitida yashovchi 1116 nafar xotin-qizning uy-joylari ta'mirlanib, ijara kompensatsiyalari to'lab berilgan. Ijtimoiy himoyaga muhtoj yana 32820 nafar ishsiz xotin-qizning bandligi ta'minlangan. Xulosa shuki, et va tirnoq singari bir-biri bilan o'zaro yaqin bo'lgan, ildizlari o'zaro qo'shilib ketgan Qoraqalpoq va o'zbek xalqlari o'rtasiga hech qanday g'arazli kuch tahdid solmasligi uchun har birimiz ilm-ma'rifat bilan kurashmog'imiz zarur. Jamiyatimizning har bir a'zosi bu kabi g'arazli g'oyaviy xurujlarga qarshi kurashadigan bo'lsa, xalqimiz va vatanimizga hech qanday tashqi kuch zarar yetkaza olmaydi.